Kars shahridagi O'g'ir klubimizning a'zosi Kamoliddin akamizga keldik, bizneslarni analiz qilish uchun keldik jamoamiz bilan, xudo xolasa. 10 yildan beri shu brend bilan birgamiz. Kullet kerak bo'ladi, xolodilnik kerak bo'ladi, konditsioner. Agar 3 ta narsa bo'lmasa yasholmaydi. Lekin sifat bo'yicha bo'ladi emas. 1 yil bo'lmasa ham chilib ketadi. Ko'rinishdan bir xil ko'rinaveradi. Ha, ko'rinishdan bir xil. Qarshida kullersiz yashash qiyin. Tomda bo'lgandan keyin bizga kelasizlar. Qolganini dasturlar beramiz. Biz O'g'ir klub ekosistem olib ketdimi deb o'ylayman, O'g'ir klubdagi. Uchta otda deydi, dongi chiqmas. Dongi chiqsa changi chiqmas deydi-ku, shunaqami? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tadbirkorlar, kuzatuvchilar, salomatmisizlar? Mana bugun Qashqadaryodagi, Kars shahridagi O'g'ir klubimizning a'zosi Kamoliddin akamizga keldik, bizneslarni analiz qilish uchun keldik jamoamiz bilan, xudo xolasa. Assalomu alaykum, xush kelibsiz ustoz. Endi birgalikda ko'ramiz, kuzatamiz, xudo xolasa. Marhamat, xudo xolasa. Marhamat. Xush kelibsizlar. Manzilimizni aytsangiz, qayerda turibmiz hozir? Biz Qashqadaryo viloyati, Kars shahrida turibmiz, xudo xolasa. Bizning o'zi asosiy ishimiz shu maishiy texnika moslashgan. Maishiy texnika shu 10 yillik xizmatda, yillik xizmatidamiz. 10 yildan beri sohada biz maishiy texnika sotamiz va maishiy texnika xalqimizga, yurtimizga imkon qadar ham chiroyli narxda, ham sifatli mahsulot berishga harakat qilyapmiz. Baraka topinglar. Endi nimalar bor? Ko'rsak. Bizda mahsulotlarimiz bor, xolodilniklarimiz bor, malazilliklarimiz bor. Yangi biznesmenlar uchun o'sha yangi malazillik, xolodilnik, uy jihozlari, misol uchun misrofkalar, ayollarimiz uchun blender, chopper, uttik, katta xolodilniklarimiz bor, katta xolodilnik bor. Misol bo'zg'orbop, ko'pchilik hadavoy ko'p sotuvda yaxshi, chunki ham katta, muzxonasi ham katta, ham Samsung firma, brendli firma. Asosiy firmamiz Shivaki, Artel, Samsung brendiga, Avalon brendiga asoslangan mahsulotlarni ko'proq sotamiz. Sababi ham sifati yaxshi bo'lganligi uchun 10 yildan beri shu brend bilan birgamiz. 10 yildan beri o'sha Shivaki, aynan Shivaki brendi asos solingan. Brend Shivakini olib kiramiz Qashqadaryo shahriga. Qashqadaryo viloyatiga, to'g'riroq, Qashqadaryo viloyati brendi, o'sha Shivaki brendi, o'sha bizani o'sha nima deydi? Biza ostimizda, biza orqali kiring. Zo'r. Nechta xodim ish bilan ta'minlangan son? Hozir bu do'konda 6 ta xodim bor. 6 ta xodim. 6 ta xodim bor. Hozirgi kunda bu yoqda 5 ta, 2 ta javob olishgan, shuning uchun 4 ta odam turibdi bu yoqda. Aynan bitta do'konda shunaqa. Endi boshqa do'konlarda hammasi o'zi misol uchun qaysidir 4 ta, qaysidir 6 ta. Biz asosiy ishimiz tarqatishku. Ketaveradi. Hozir do'konimiz hozircha bitta. Avval 3 ta bo'lgan, 2 ta qildik, bitta qilib hozir bitta do'konimiz bor. Bitta do'kon. Hozir asosiy ishni shu mahsulot tarqatishga urinamiz. Zo'r. Uy ro'zg'ori uchun yana shu kir mashinlarimiz bor. Ayollarning talabiga qarab 6 kilolik, 7 kilolik, 8 kilolik Shivaki modeli kir mashinalari. Bularda yetkazib berish xizmatlari ham bormi sizda? Yo faqat Kars shahri uchunmi? Kars shahri uchun yetkazib berish xizmati ham bor. Aynan Qashqadaryoga ham yetkazib beradigan holatimiz bor. Bemalol Qashqadaryo bo'yicha ta'minlay olamiz. O'zbekiston, aviomga qarab, agar nima bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning Lubay viloyatiga, Lubay shahri, o'sha O'zbekiston Lubay viloyatiga ham olib beramiz. Agar kattaroq aviomda bo'lsa farqi. Zo'r. Asosan o'zi quruvchilar bilan. Asosan quruvchilar bilan ham ishlaymiz. Quruvchilar hamkorlarimiz bor. Endi Anvar Temirov bilan ishlaganmiz. Hozir kunda ham quruvchilar bilan ishlaymiz. 5 kundagi quruvchilar, yangi quruvchilar otlarimiz, Qamashli akalar bor. Akmal aka deyishadi, keyin Uktam aka deydi, tansiz. O'sha akalar bilan ham ishlaymiz, quruvchilar bilan ishlaymiz. Asosiy o'zi sotuvimiz lekin mahalliy aholi, lekin u tarqatish alohida, quruvchilarga alohida ishlayveramiz shu uchun. Bag'dagi asosiy sotuv. B2B ham, B2C ham. Ikkalasi ham ketaveradi. Chakanaga ham, Undan tashqari yana o'sha ehtiyojga qarab kir mashinlarimiz kundagiga 6 kilo, 7 kilo, keyin plisoslarimiz bor. Har xil misol hamma o'zini qanaqa xohlashiga qarab, uyiga qarab, kvadratiga qarab katta, kichkina plisos modellarimiz bor. Televizorlarimiz bor. Abubakir televizorlarni yoqib yuringlar. Abubakir televizor yoqib yuringlar. Sababi firma ham Royal, ham Shivaki ikkalasi bu nemisskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. O'sha vaqtida nima deydi, nemislardan texnologiya olingan. Shuning uchun bemalol buni beramiz. Ancha yillik xizmat qiladi, o'zimiz ham ishlatamiz, yaqinlarga ham berganmiz. Bemalol sifati yaxshi. Shivaki modeli bilan buni farqi bor. Ikkalasida nimasi farq qiladi desangiz, ikkalasida asosan farqi tintlarida, keyin sensorlarda, tablolarda farq qiladi. Pulda anchagina qilamiz.
1 million 800 atrofiga chiqayotgan bo'lsa, bu 50 taligimiz 1 million 300. Tintlari nima bo'ladi? Keramik bo'ladi. Tintlari keramik bo'ladi. Uncha-muncha agar yig'maydi shivakini, shuning uchun shivaki sal qimmatroq bo'ladi. Sizlar ko'rayotgan bu tadbirkorlar, bu bizneslar Muborak klubining a'zolarini, bizneslari va Muborak klubining a'zolari hisoblanishadi. Agarda siz ham to'g'ri fikrlashni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri odat qurishni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri muhit ichida harakat qilishni, rivojlanishni istayotgan bo'lsangiz, biznesingizni to'g'ri boshqarishni xohlayotgan bo'lsangiz, biznes mentorni yo'l yo'rig'i bilan, uning maslahatlari bilan biznes boshqarmoqchi bo'lsangiz, umuman o'zingizni va biznesingizni va muhitingizni, odatlaringizni, fikrlashingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, Muborak klubiga sizni taklif qilamiz. Chunki biz Muborak klubida har kunni tadbirkorlar bilan shu siz yuqorida sanab o'tgan odatlarni, ko'nikmalarni shakllantirish ustida har kuni harakat qilamiz. Offlayn uchrashuvlar qilamiz, ovoz chatlar qilamiz, kunlik vazifalar bajaramiz. Agarda sizga ham shu Muborak klubi qiziq bo'lsa, siz ham bu Muborak klubimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, pastda telefon raqam va havola qoldiramiz. Ro'yxatdan o'ting, adminlarimiz sizga aloqa chiqishadi. Muborak klubda ko'rishguncha. Rahmat. Lekin sifat bo'yicha bo'ladi emas. O'tgan yili misol xaridimiz faqat o'shalar orqali bo'ldi. O'shalar zo'r sotgan. O'tgan yil kirgan mahsulot. Hozir bemalol shivaki artel zo'r yana qayta sotuv boshladi. O'tgan yil sotuv to'xtab qoldi. Bu yil ham sotuv boshlandi. Nimaga desa, o'sha o'tgan yil olgan odamlar buni nimaligini bildi. Nima kelyapti, uni olmadi. Bo'ldi, yaxshi narsa emas. Endi yana 1 yil kerak bizga, 1,5 yil kerak o'zimiz qaytishimiz uchun. O'tgan yil savdomiz qaytganda. Bundan tashqari yana bizda televizorlarimiz bor. Har xil kattalikda, misol uchun 32 talik dyumdan boshlanadi. 32, 43, 55, 65, 75, 85, 100 dyumgacha bo'lgan mahsulotlarimiz, televizorlarimiz bor. Har xil dyum, kачествоsi ham OLED, QLED, har xil kачественный televizorlarimiz bor. Shivaki modeliga asosan. Yana Artel, boshqa brendlarimiz ham bor. Brendlarimiz ko'p beraveramiz. Avalon brendi bor, Shivaki bor, Monix bor, Damasti bor, Emir Zefler, xullas modellarimiz ko'p. Xohlagan tanlovingizga qarab qidiraveramiz. O'zingiz tanlovingizga bog'liq. Misol, sizni o'zingizni kачествоsi, qanaqa kачество xohlasangiz, LG brendidan olsangiz, Samsung brendi, xohlagan brendingizda televizorlarimiz bor. Pishirish uchun yaxshi taomlar, lazzatli taomlar qilinadigan duxovkalarimiz, tortlar qilish uchun duxovkalarimiz. Xullas, bundan tashqari mana gazlarimiz bor. Gazda, ya'ni ovqatlar pishirish uchun, har xil lazzatli taomlar qilish uchun Shivaki brendiga asosan, Ferri brendiga asosan gazlarimiz bor. Aynan shu brendlarni sotamiz. Sababi mana tunkalari, cho'g'illik, sifati 2 yillik, 10 yillik brend bo'ladigan bo'lsa, xudoga shukr uyaltirgani yo'q. Shuning uchun bemalol xalqimizga yo bir yaqinlarimizga ham, begonaga ham, любой insonga tavsiya qila olamiz. Sifat bo'yicha yaxshi. Ayrim brendlarning otini aytmaymiz, xullas ayrim 1 yil bo'lmasa ham chirib ketadi. Chirib ketadi, sababi o'sha tunkasi oddiyroq tunka bo'ladi, sifatsizroq bo'ladi, lekin qiymatini chiroyli baholab olishaveradi, lekin sifatga kelganda unaqa bo'lmaydi. Hamma o'zini nimasidan kelib chiqib olaveradi. Misol, budjetidan, kim o'zini xohlagan budjeti bo'yicha tavsiya beraveramiz. Misol, sizni budjetingiz qanaqa? Aka, budjetingiz mamlakat desalar, akajon, budjetingizga yarasha bo'ladigan, siz xohlasangiz, mana shunaqa modellarimiz bor, tanlovingizga qarab. Arzonroq bo'lsa, arzonrog'i ham beramiz, lekin bunaqa aybi bor. Mamlakat misol uchun hatta mahsulotni siz mana bitta ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, mana shu arzonchi mahsulotimiz, Shivakining arzonchi mahsuloti arzonroq gaz hisoblanadi. Nimaga desangiz, birinchida shisha yo'q. Birinchi shisha yo'q. Ikkinchida mana bu cho'g'ir emas, bu cho'g'ir. Endi sifat bir-biridan haq ketaveradi. Misol, ikkalasini solishtirishni yondan qo'yib qo'yganmiz. Sababi mana shisha yo'q. Bu yerda datchiklar bo'ladi, datchiklarimiz yo'q. Gaz kontrol, mana cho'g'im emas. Gaz kontrolka, spichka, gaz kontrolka, mana bu spichka. Bundaqa narsalar bunda yo'q. Bunda yo'q mana. O'rni bor, yo'q. Bu arzon, bu qimmat. Bu qimmat model. Ikkita modelimiz shunaqa. Bu ham Shivaki. Ko'rinishdan bir xil ko'rinaveradi. Ha, ko'rinishdan bir xil. Shuning uchun aytamiz, aka, misol uchun budjet qanaqa? Qanaqa xohlayapsiz? Tanlovingiz qanaqa? Biz o'zi dejurniy savollarimiz va doimiy savollarimiz o'shandan kelib chiqib, xulosa qilib, gazchi ovqat qilayotgan paytda havolani tortuvchi dvig'otlarimiz bor, har xil dvig'otlarimiz bor. Sal tayyorlanmamizdan mahsulotlarni to'ldirib qo'yishga ulgurmay qoldik-da, yuklarimiz kelmay qoldi, ulgurmay qoldik.
Mayli, kamchilik, haqiqiy kamchilik, to'g'risi, sotuv yaxshi bo'lganligi uchun jarayon shunaqa Demak, biz hozir kelganimizda Ha. mahsulotlar kam edi-da. Ha, Endi aytmoqchi edik, xato degan hamma yerda mahsulot kam desak, lekin kecha savdo zo'r bo'lgan ekan. savdo zo'r bo'ldi. Kecha savdo zo'r bo'lgan ekan, bugun mahsulotlar kam. Shu uchun Mana bu yerda ko'rsak bo'ladi, konsertlarni. konsertlarimiz. To'g'risini aytaman, konsertlarimiz. Aytmoqchi edim, nega to'lmagan Yo'q, yo'q. Sezonni hisobiga ham konsert bildirilmayapti-da. Hozir ikkalabdan beri ham sotuvimiz faqat konsert bo'ldi. Ha, faqat Ha, konsert. konsert bo'ldi, shuning uchun sotuv. Hozir endi yuklarimiz kelyapti. Endi bir nimadir jazolaymizmi Faxriddin akani? Yo'q, Kamoliddin aka. Faxriddin aka. Kamoliddin akani endi jazolaymizmi deb turdik. Yo'q, yo'q, yo'q. O'sha Eng tovarni birdan to'ldiramiz, o'sha yo'qligini hisobiga. Mana bugun hozir Ha. ko'ratishyapti. Hozir Avidni yuklayotganmiz. Endi Aviddan keyin keladi, endi tarqatib keladi. Skalat yo'qmi bizda? Bu yoqda o'zi skalat yo'q. Yo'q, skalatim bor. O'zi konsertlarga qolmadi aka. 3 kun oldin qolmagan. Nol bo'lgan skalat o'zida ham. Skalat o'zi ham qolmagan, bu yoqda ham qolmagan. Hozir men kecha ham ertalab ham bor edi bu yoqda konsertga. Ertalab hozir tashqarida ham konsertlarimiz. Prosta endi bu yoqqa kirgizmadik-da. Ularni o'zini hammasini o'zini dizayni bor, chiroyli qarab qo'ygan. Tepada ham mahsulotlarimiz. ha, ikkinchi qavatga Ha, chiqamiz. ikkinchi qavatga. Aslida biza Shivaki Premium do'kon bu. Shivaki Ha, Premium. pastda. Prosta Shivaki, Artel, Avalon, Vista bo'yicha polli mahsulotlar bu yoqda boshqa begona mahsulot turishi mumkin emas. Pastda. Bo'lmasdan tashqarida ham konsertlarim bor, tepada ham konsertlar borda, ularni qo'yish mumkin emas. Ha. Shu uchun. Tepada esa? Assortiment tepalik. Misol uchun kimdir keldi, siz endi hamma har xilki tabiat. Kimdir xotini keladi, men yilga olaman deydi. Ha. Yo'q deydi, men Saratov olaman deydi. Ha. Mana deymiz. Misol o'zidan kelib chiqib aytaveramizda. Kimdir Seventic olaman deydi, prezidentga ular olib kiradi deydi. Kimdir Ferro olaman deydi. Gaz, xalabellik, mana o'rnatma gazlarimiz bor, vitchkalar alohida, avtomat kir mashinlarimiz bor, LG hozir, LG aralash shu uchun. Bu yoqda aralash. Bu yoqda mumkin emas. Qarshida kullersiz yashash qiyin. Qarshida kullersiz yashash qiyin, sababi ham kun issiq, ham suvimiz, o'zimiz oddiy suvimiz ishga yaroqli emas-da. Shu uchun haqiqat filtr suvga ishiladi. Bu kullerlar yaxta issiq qilish uchun Kunlar eng muhim. Kuller eng muhim narsa. Hozir kunda dolzarb kuller kerak bo'ladi, xaladellik kerak bo'ladi, konserner. Agar 3 ta narsa bo'lmasa yashay olmaydi. Endi asosiysi konsernerlar. Konsernerlar Xolos, hozir ajoyib gap bo'ldi. Kecha Faxriddin akamizga aylandik, biznes aylandik. Faxriddin akamizga borib tom yapib olamiz, qurilishlarni qilib, mebellarni qo'yib, to'liq bitkal, ha, ichki malaykalar, hamma santexniklarni qilib, karavotlarni qo'yib, tepalarigacha patologlarni, darvozalarni qo'yib, bo'lgandan keyin Tunkavon hammasini qilib bo'lgandan keyin qarshi kelamizdagini Kamoliddin akam oldiga kelib turib, ichini to'ldiramiz endi. Konsertlarni qo'yib, kullerni qo'yib, dazmol, hamma narsa, televizor, hamma narsa. televizorlar bor. Hammasi. Istagan modelimizda, istalgan brendimizdan qo'yib, Xaladelliklar, hamma narsa bor. Xullas, akalar tomni yopib bo'lgandan keyin ustozlar. Tomni yopib bo'lgandan keyin bizga kelasizlar. Qolganini biz to'ldirib beramiz. Kullerdan boshlaymiz, gazdan boshlaymiz. Ya birinchi gazdan boshlaylik. Gaz, duxovka, kuller, kir mashin, avtomat hammasini qilib beramiz. Bizdan qolgan konserner. Siz keling. Ha, to'ldirib beramiz. Naqdni ham chiroyli naqdda qilgan holda yaqinlarga. Biz Muborak klub ekosistema bo'lib ketdimi deb o'ylayman. Muborak klubdagida. Shunaqa qilsak bo'lagan deb o'zi. Muborak klubda hozir brendchi bor, masalan, brend qilib berib, nom qilib, patentlab beradigan bor bo'lyapti, alhamdulillah. Qurilish mahsulotini sotadigan bor bu yerda. Hamma uy qurilishida hamma mahsulot bor bo'lyapti. Metallchi bor bo'lyapti. Ichidagi maishiy texnikani to'ldirib beradigan bor bo'lyapti. Usta bor, usta ham bor. Ya'ni Shahzod aka qurib qilib beradigan ham borda. Xo'p, quyosh batareyka panellarni qilayotgan ham bor. Panellarga elektr energiyasi kamayib olish uchun. Xo'p, shirinlik ham bor, keyin to'g'ri bitgandan keyin shirinlik yeyish uchun. Xursand bo'lgan odam shirinlik. Dilbayor. Dilbayor. Ha, sanatoriya bor kelayotgancha. Yo'q, u hamma ishni qilib bo'lgandan keyin boshidan. Ha, bunday. Yo'q, endi dam olish olsam bo'ladi. Qiziltepaga sanatoriyasi borib, dam olsagan bo'ladigan bo'lyapti. Paxta bor. Paxta bor. Chorvachilik ham bor, endi molama. O'zimiz Sirojin akani ham o'zimizniki. Tushyapsiz, o'sha vagon boshida o'z bo'lsangiz, qolganlar inshaalloh nimadir bir katta yo'llarni, katta ishlarni qilishga kuchimiz yetadi inshaalloh. Xudo xolasa. Chunki
bitta otda deydi dongi chiqmas, dongi chiqsa changi chiqmas deydi-ku, shunaqami? Ha, Shunaqa, shuning uchun baribir o'sha ustoz, yilboshchi bo'lgan yaxshi bizga. Inshaalloh. Boshlab oldik. Alhamdulillah. Muhammad birinchi qadamni boshlab oldik. Faqatdan keyin rahmat Alloh rozi bo'lsin. Kecha Qamashida, to'liq Qamashida bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin. Kamoliddin aka, Bo'ladi. bu 3-qavat, adashmasam. 3-qavat ustoz. Va bo'sh ekan, bo'sh turibdi. Bo'sh, ha, xudo xolasa agar. Nega bo'sh bu? Endi bizga yetar 2 qavat yetarli, xudo xolasa. 2 qavat yetarli. Xudo xolasa agar bironta arendaga olaman deydigan odam bo'lsa, farqi yo'q, beraveramiz ustoz. Demak, hamkorlar bo'lsa, arendaga turmoqchi bo'lsa, bemalol. asosan qaysi bizneslarni arendaga taklif qila olasiz? O'ylamasdan. Farqi yo'q, o'quv markazi. O'quv markazi nima bo'lsa ham farqi yo'q, beraveramiz. Zo'r. Qarshida sharoit qilib beramiz. lokatsiyasi qanaqa tushuntirsak bo'ladi? Qayerda joylashgan? Qarshi shahar, Qarshi shahar. Atrofimizda nimalar bor? Xalq Qarang. Qarshi shahar Xalq banki yonida. Qarshi shahardagi Xalq bankining yonidagi Chivaki maishiy texnikalar do'konining 3-qavati bo'sh turibdi. Xorazdaniya. Xorazdaniya ekan. Atrofida menimcha mana maktablar bor ekan, xususiy maktab bor ekan. Ha. Xususiy maktab bor joyda, demak, nima qilsak bo'ladi? Atrofida o'quv markazida qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Takliflar bo'lsa, hamkorliklar bo'lsa, Bemalol o'quv markazini nima xohlasa, shunday Kelib. skalabni nimadir qilaman desa farqi yo'q. pastga kelishadi. Agar telefon raqamingizga telefon qilishadi yoki sizga telefon aloqa chiqsa, ma'qul kelsa, lokatsiya zo'rda, bemalol darsxona qilsa bo'ladi o'zim uchun. Bizni Muborak klub jamoamizni Qashqadaryoga uyushtirgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.